Jonli kitob. Hikoyalarimizni to'liq va qismlarini oldindan tinglamoqchimisiz? Barcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda. Jonli kitob Telegram kanaliga a'zo bo'ling va barcha yangiliklardan oldinroq xabardor bo'ling. Garov. Muallif Saida Aziz. Uchovlon mashinada o'tirib reja tuzishdi. Unga ko'ra, ertaga Charoz ammasi bilan shaharga boradi. Shaharda ularni Abdurahmon kutib oladi. Agar Shahzodni ko'rsa, yana Mabruraning asabi buzilmasin. O'sha yerda qolgan ishlarni hal qilishadi. Ertaga Charoz ham ammasiga qanday yordam berish mumkinligini o'ylab ko'rishni ta'kidladi. Shu bilan bir qarorga kelishdi. Bu mahalladan jo'nab ketdi. Hayot katta sirk arenasiga o'xshaydi go'yo. Undagi har bir inson esa o'z chiqishini namoyish etishga hozirlangan o'yinchidirlar. Kimdir tryuklar bilan, boshqa birov o'rgatilgan hayvonlar bilan, yana qaysidir biri esa masxaraboz kabi harakat qilishadi. Biz uchun muhimi tomoshabinlarning zavqlanishimi yo o'zimiznimi? Hovlidagi naqshinkor kravatda sassiz o'tirgancha oshxona tomonda yugurib, yelib xizmat qilayotgan kelinini kuzatayotgan Dilbar chuqur xo'rsindi. Yillar shovqinsiz, suronsiz bir zumda o'tib ketdi. Yaqindagina o'zi ham yosh kelin edi. Jamol akasi uning ham atrofida parvona bo'lardi. Qaynonasi og'ir bosiq ayol, qaynotasi esa qamchisidan qon tomatgan erkak edi. Dilbar qaynotasidan cho'chirdi. Uning aytgani aytgan, degani degan edi. O'ziga to'q, badavlat xonadon egasi bo'lsa-da, ammo har bir kirim-chiqimni nazorat qilardi. Dilbar kenja kelin bo'lib tushdi. Ikkovsini bo'lak bo'lib chiqqan. Uy ishi faqat kenja kelin zimmasiga tushgandi. Qaynotasini yo'qlab kelguvchilar ko'p bo'lardi. Tunmi, tongmi farqi yo'q. Qaynonasi ortiqcha gapirmasdi, ammo dadangiz urushmasinlar yana, bilib-bilib ishingizni qiling derdi. Yodida katta qizni tuqqan paytlari edi. Hali kichik chillasi chiqmagan. Homiladorligida stress holatlari ko'p bo'lgani uchunmi, qizi ham yig'loq edi. Bir o'zi osh-ovqatga ham, bolaga qarashga ham ulgurishi lozim. Davlatmand xonadon bo'lsa-da, kelinga yordamchi olishni mutlaqo xayoliga keltirmasdi hech kim. Jamol akasi esa ishdan beri kelmas. Endigina o'zining yangi ishini boshlagan kezlar edi. Qaynota o'g'lining butun diqqatini ishga qaratishni talab qilardi doim. Agar men bergan pulning foydasini chiqara olmasang, o'zingdan ko'r, deb po'pisa qilgandi. Shu bois Jamol akasi ham kunni tunga ulab ishlardi. Dori biznesida ish boshlagani uchun gohida xorijga chiqib kelishga to'g'ri kelardi. O'shanda qaynotasi ugra suyuq taomini ichmoqchiligini aytdi. Kechasi bilan yig'lab chiqqan bola tinkasini quritgan bo'lsa-da, xamir oldi, yoydi. Qaynotasiga yoqish uchun qildik ingichka shaklda to'g'radi. Chiroyli qilib osh-ko'katlar bilan kosaga suzib, qaynotasiga uzatdi. Qaynota kosani bir kavlashtirdi. Qoshiqni og'ziga olib borar-bormas bo'ralatib so'kdi. Ortidan uchib kelgan kosadan panalab qolishga ulgurdi ayol. Kosa devorga tegib, chil-chil bo'ldi. Qo'rquvdan va hayratdan qaynotasiga tikildi. Boshingga ro'mol o'rab qilsang o'lasanmi? Befarosat, ishtahani ham bo'g'ding. Qo'rquvdan dag'-dag' titrardi Dilbar. Qaynota o'z xotiniga ham o'shqirishni boshladi. 7 avlodi qolmadi. Dilbar og'zidan tupuk sochib, moldek bo'kirayotgan qaynotasining qiyofasi uzoqlashayotganini his qildi va ko'zlarini yumib, shilq etib yerga yiqildi. Hushini yo'qotgan kelin uchun tez yordam chaqirildi. Faqat o'sha kuni unga hech kim tegmadi. Qaynonasi ham bolani o'zi bilan olib chiqib ketdi. Bir kun tinch uxladi. Kechga yaqin bolani emizish uchun olib kirgan qaynona Dilbardan ranjimasligini so'radi. Dilbar indamadi. Uchundan xafa bo'lgandi. Kap-katta odam qaynotasining qilig'i qalbining tub-tubiga jarohat yangiliq iz qoldirib ketdi. Oyjon, ro'mol o'rab kirgandim, deyoldi xolos. Qil qayerdan tushganini hech kim bilmasdi. Shu voqeadan so'ng Dilbar qaynotasidan yurak oldirib qo'ydi. Uning yoniga bormaslikka urinardi. Ota-onasiga shikoyat qilay desa, eri yaxshi inson. Qilmay desa, yuragini hovuchlab yashaydi. Shu boismi yo boshqa sababmi, Dilbar qizidan so'ng ancha yillar farzand ko'ra olmadi. Balki vujudi bu odamning yonida bola bilan qiynalishni his qilgandir. Xayolida boshqa tug'mayman degan o'ylar kechgandir.
o'zi ham eslolmasdi. Faqat qaynotasining o'limidan so'ng homilador bo'ldi. Qaynotasining o'limi. Og'zi shaloq inson, dilozor odam juda xunuk o'lim topdi. Oshqozon tizimi, ichiklari ishdan chiqqan qaynota katta hojatga o'tolmasdi. Ovqat hazm bo'lmay og'izdan qaytib kelardi. Na pul, na dori darmon, hech biri yordam bera olmadi. Hech narsa yeyolmay, icholmay, zo'rlikda vafot etdi. Dilbar o'shanda qaynotasiga rahmi keldi, hatto kechirdi ham. Bunday o'limdan Yaratganning o'zi asrasin. Jahongiri tug'ilganda qizi Dildora 10 yoshda edi. Dilbar ham, Jamol akasi ham Jahongirni qo'lga olib faqat yig'lashdi. Alloh ularni o'g'il bilan siylaganidan minnatdor bo'lishdi. O'sha kezlari Aziza dugonasi ham o'g'illik bo'ldi. Ikki dugona bir-birini qutlashdi. Biroq hayot hali Dilbarni sinashda davom etardi. U universitetni tamomlagan bo'lsa-da, faoliyat yuritmadi. Uyda o'tirib qoldi. Jahongir 3 yosh bo'lganda erining dorixonalardan birida ishlay boshladi. Uzoq muddat zulmatda qolib, yorug'likka chiqqan insonning ko'zi qamashib ketadi. Quyosh nurini ko'zlariga sizdirishi biroz qiyin kechadi. Dilbarda ham xuddi shu jarayon bo'ldi. Ishga chiqqanidan ko'ngli yayradi. 15 yil deganda bemalol ko'chaga chiqa oldi. Yuragi siqilib, zardobga to'lgan kezlari Aziza bilan suhbatlashardi. Turmush qurgandan boshlab faqat onasinikiga kelgandagina dugonasi bilan ko'rishardi. Ishga chiqqandan so'ng esa tez-tez ko'risha boshlashdi. Oilaviy bordi-keldilar yanada ko'paydi. Navbatdagi yig'inga kechikayotgan Dilbar dorixonaga kirgan mushtipar bir ayolning ovozini eshitdi. "O'g'lim kasal, iltimos, mana shu dorini bera olasizmi?" Qog'oz uzatdi ayol. Ayolning yuzlari qarimsiq, qaddi biroz egilgandi. Aksiga olib, yordamchi qizlar ham yo'q. "Opa, men shoshayotgandim, keyinroq keling", dedi Dilbar qo'liga sumkasini olib. "1 soatlarda qizlar kelishadi." 1 soat kech. Singlim, iltimos topib bering. Dilbar uf degancha qo'lidagi retseptga qaradi. Qandaydir tinchlantiruvchi dori yozilgandi. Dilbar shoshganda bosh harflar ketma-ketligi bir-biriga o'xshab ketadigan boshqa dori qutisini oldi. Ayolga uzatdi. Bittagina harfida farq qiladigan dori uning hayotini izdan chiqarib yuborishini bilmagandi. "Rahmat, nogiron bolam bor. Shu dorini ichgandagina tinchlanadi", dedi ayol kulimsirashga urinib. Dilbar uning tezroq ketishini istardi. Ayolni sudragudek qilib kuzatib, dorixonani qulfladi. So'ng kutib turgan mashina tomon odimladi. Shoshilish shaytonga xos deyishadi keksalar. Ba'zan shoshilganimiz bizning foydamizga emas, zararimizga ishlashini unutib qo'yamiz. Dilbar ham o'ziga bir umrlik pushaymonlik sotib olishini bilmagandi. Dilbar o'tgan hodisani esidan chiqarib ham yuborgandi. Mutlaqo eslamadi ham. O'sha kuni tunda homiladorligini bildi. Yana farzandli bo'lishini eshitgan Jamol ham juda quvondi. Dilbarning esa shodligi cheksiz. Uzun tunlar Allohga yolvorib qilgan duolari ijobat bo'layotganidan sevinardi. Oradan bir hafta o'tib, o'sha ayol yana dorixonaga kirib keldi. Qo'lida dori qutisi. Alamzada qiyofada edi. "Odam emas ekansan. Menga nima berding? Boshqa dori tutqazibsan-ku", bor ovoz bilan baqirdi ayol. Seni deb o'g'limdan ayrildim. O'ldi." Dilbar avvaliga nima bo'lganini fahmlay olmadi. Asabiylashdi. Yordamchi qizlar uni chiqarib yuborishmoqchi bo'lishganda tanib qoldi. Nogiron o'g'lim bor degan gapi yodiga tushdi. "Sen o'ldirding. O'g'limning o'limiga sen sababchisan", baqirardi ayol jazavaga tushib. "Men sizga aytdim, shoshyapman, keyin keling degandim", dedi Dilbar unga qarab. "Men-ku adashibman, o'zingiz quti yozuviga qarasangiz bo'lardi-ku". "Men ishonibman, senga ishonibman. Sizgina bolam, arslonim, nogiron bo'lsa-ham mening ovunchog'im edi". Shu kezda Dilbar ikkinchi xatoni qildi. Nogiron boladan bir yo'la qutulibsiz. Endi o'zingiz uchun yashaysiz. Yaralangan yo'lbarsning holatini kim ko'rgan? Agar unga hamla qilishsa, u o'z yarasini ham unutadi. Hamlaga hujum bilan javob qiladi. Dilbarning gapi o'zi g'amboda ayolga aks ta'sir qildi. Ko'zlari olaydi.
o'tirib qoldi. Qo'lini duoga ochdi. Iloyim, Xudoyo, senga ham mening bolamdek bola bersin. Senga ham, sen ham nogiron bolaning onasi bo'lish qanday bo'lishini his qilgin. His qilmasang, rozi emasman. Ayol astoydil yig'lab duoibat qildi. Dilbarning vujudi titrab ketdi. Hey, qarg'amang, tavba deng, dedi ayolga o'shqirgancha. Ayol esa endi baqirmasdi. Jim o'rnidan turib chiqib ketdi. Ahmoq, jinni, nogiron bola boqib, o'ziyam nogiron bo'lib qopti. Dilbar azbaroyi g'azabda nima deyotganini bilmasdi. O'sha kundan boshlab ayolning so'zlari qulog'i ostida yangraydigan bo'ldi. Allohga tavba qildi. Namoz o'qishni boshladi. Homilasi kattalashgan sari qo'rquv ham kattalashib borardi. Eng qimmat Doppler markazlariga bordi. Hammasi bolani sog'lom ko'rsatardi. O'g'il bola deyishardi. Dilbar yuragida hadik bilan yashashda davom etardi. O'sha ayolni izlashga urindi. Topolmadi. Yerga kirganmi, suvga cho'kkanmi yo'q edi. Nogironlar jamiyatiga ham borib izladi. Topilmadi. Oy kuni yaqinlashgani sari Dilbar vujudiga quloq tutadigan bo'lib qoldi. Homilasi qimirlasa, xayriyat deb qo'yardi. Jamolning ishlari yurishgan. Shahardagi dori biznesi bilan shug'ullanuvchilar qatorida joy olgandi o'sha kezlar. Eng qimmat tug'ruqxona gaplashishdi. Qo'li yengil shifokor ayol bilan kelishib qo'yishdi. Vaqt soati yetib, to'lg'oq azobi bilan tug'ruqxonaga borishdi. Ammo shuncha urinishsa-da tabiiy yo'l bilan bola tug'ilmasdi. Tug'ilish qiyinlashardi. Jarrohlik yo'li bilan olmasak, bolani yo'qotamiz, dedi akusher-ginekolog. Chorasiz rozi bo'lishdi. Ayol operatsiya stoliga yotqizildi. Dilbar bolasini qo'liga olarkan, uning sekin yumib ochayotgan ko'zlariga tikilib yig'lab yubordi. Bag'riga bosdi. Hidladi. Sog'lommi? Shifokorlar bosh irg'ashdi. Ayolning duoibati Dilbarning yodidan chiqdi. Bolasiga parvona bo'la boshladi. Biroq vaqt o'tishi bilan boladagi nuqsonlar sezila boshladi. 3 oydan o'tsa ham bola boshni tutolmasdi. Vujudida qimirlash kam edi. Qo'l oyoqlari juda kam harakatlanardi. Hatto yig'isi ham zaif edi. Dilbar qo'rqib ketdi. Eng yaxshi deb tan olingan shifokorlar yoniga borishdi. Homiladorlikda birorta nuqson aytilmagan bolaga, afsuski, 6 oylik chog'ida tug'ruq paytida miyasiga shikast yetkazilgani qayd etilib, DTP tashxisi qo'yildi. Dilbarning yodiga yana o'sha ayol keldi. Uning iztiroblari, gaplari qulog'i ostida yangradi. Qarg'ish o'z kuchini ko'rsatgandi. Dilbar bag'ridagi bolasini quchoqlagancha yum-yum yig'ladi. Jamol aka dori biznesida qanchalik nom chiqarmasin, o'zining o'g'liga darmon topolmadi. Qilingan fiz-muolajalar, dorilar bolaning holatini birmuncha o'ngladi xolos. U aravachada o'tira oladigan bo'ldi. Bu olamda bir kamlik bor deyishardi. Hamma narsasi bisyor birorta bandi bormikan? Dilbar o'tmishini eslab ko'zi yoshlandi. Yanog'iga tushgan jolani sekin artdi. Mol-u dunyo bisyor. Obro' martaba bor. Nimani istasa ola oladi. Qayerga xohlasa bora oladi. Hatto dunyoning eng go'zal shaharlariga ham sayohat qilib keldi. Ammo yuragining bir cheti huvillaydi. O'g'lini ko'rganda vujudi o'rtanadi. O'shanda qilgan xatosi uchun o'zini ming qo'ydi. Tavbalar qildi. Allohdan mag'firat tilaydi. Biroq qaniydi shu ko'zining qorasi sog'lom bo'lsa. Jasur ham hademay 18 ni to'ldirib 19 ga qadam tashlaydi. Unga maxsus enaga yollangan. O'g'li aqlan va jisman zaif bo'lsa-da, ruhan ismi jismiga monand. Onasiga o'zgacha mehribon. Chiroyli yigit bo'lgan. Ayniqsa ko'zlari quyoshdek porlab boqadi. Nutqida nuqson bo'lgani uchun arang oyi deya oladi. Agar sog'lom bo'lganida necha qizlar ortidan yugurishardi. O'ktam yigit bo'lardi, deya o'yladi ona. Darvoza ochildi. Jasur o'tirgan aravachani itargancha Jahongir ko'rinish berdi. Biz keldik, dedi Jahongir onasi tomonga nazar solarkan. Dilbar asta o'rnidan qo'zg'oldi. Oshxona tomondan esa Nozima chaqqonlik bilan chiqib keldi. Yo'l-yo'lakay boshiga yopinchiq tashlab oldi.
aravachada o'tirgan qaynisiga egilib salom soldi. Jasur kelinoying bo'ladi, dedi Jahongir ukasi tomon engashib. Jasur kelinlik libosida yal yonib turgan Nozimaga kulimsiradi, bosh qimirlatdi. Senga sog' bo'l, dedi. Tarjima qildi aka. Dilbar jilmaydi. Xush kelibsiz. Rahmat qizim. Asta gapirdi Dilbar. So'ng Jasur tomon qadam tashladi. Aravachani to'ldirib o'tirgan qo'shi ko'zi qop-qora, xuddi aktyorlarniki singari chiroyli qiyofa bilan siylangan yigit onasi tomon qo'lini qimirlatdi. Oyi, deyoldi arang. Dilbar o'g'lini quchoqladi. Yaxshi keldingmi, bolam? Mijasidan tomchilar dumalab tusha boshladi. Shahzod uyga kirib kelganida Azizaxon xonasida edi. Oyoqlarida boshlangan og'riqdan vujudi o'rtanardi. Shuhrat aka ham yonida yo'q. Uy xizmatchisini chorlamoqchi bo'ldi. Ochiq turgan derazadan zaif ovozda Shohida deyoldi. Ammo o'zidan boshqa hech kim uni eshitmadi. Chorasiz yordamchi ayolning raqamlarini terdi. Shahzod qorni ochib oshxonaga kirgan. Shohida opa bilan suhbatlashib turardi. Yigit onasi uyda ekanligini taxmin ham qilmagandi. Shohida opa telefonga javob berarkan, Aziza opa chaqiryaptilar, men qaray, deganida onasi xonasidaligini bildi. Oyim uydamilar, ishga bormadilarmi? Hayron bo'lib so'radi. Shohida opa ayolning xastaligini bilardi. Bir ko'ngli Shahzodga bildirgisi keldi. Ammo bekasining qattiq tayinlagani yodiga tushdi. Bu ayol Azizaxonning qo'lida ishlayotganiga 10 yil bo'ldi. Tongda kelib xuftonga yaqin uyga yo'l oladi. Qiz uzatganda ham, kelin olganda ham Azizaxon uni har tomonlama qo'llab-quvvatladi. Shohida opa shu uyga mehr qo'ygandi. Oralarida 3-4 yosh farq bor xolos. Oshxonadan chiqayotganda Shahzod, "To'xtang, o'zim qarayman", dedi. Shohida opa bir muddat nima deyishni bilmay qoldi. Oyim bilan birga ovqatlanamiz hozir. Shahzod ayoldan chaqqonlik qilib onasining xonasi tomon yo'naldi. Shahzod, bolam, o'zim, ayol kishi biror narsaga ehtiyoji bor bo'lib chaqirgandir. Bo'lmasa chiqib kelardilar. Shahzod uning gapini eshitib ortiga qaytdi. Xo'p, mening shu yerdaligimni ayting. Biroz muddat kutdi. Shohida opadan darak bo'lmagach, o'zi voridas xobgohiga qarab yurdi. Eshik ochiq edi. Shahzod ichkaridan kelayotgan yig'i qorishilgan ovozni eshitib, g'alati hisni tuydi. Onasining ovozimi? Yig'layaptimi? Aziza opa, bunday yurmang. Axir, kuyinib gapirdi Shohida. Yo'q, Shahzodning to'yi o'tsin, keyin. Yig'i aralash javob qildi ona. Shohida opa ayolga og'riq qoldiruvchi ukol qilgandi. Hali dorining ta'siri boshlanmagan. Azizaxon esa ingrardi. Shahzod beixtiyor eshikni ochdi. Ikki ayol u tomonga qarashdi. Shahzod, shu yerdamiding, bolam? Azizaxon jilmayishga urindi. Ammo og'riq zarbidan tabassumi ayanchli tus oldi. Shahzod onasining yoniga o'tirdi. Shohida opaga nazar tashladi. Xizmatchi ayol ko'zini yerga qadadi. Oyi, sizga nima bo'lyapti? Hech narsa. Shunchaki biroz shamollabman. Shunga Shohida opang ukol qildi. Aldamang, iltimos ayting, nima bo'ldi? Shamollagan odam bunday ingramaydi. Men tashqarida gapingizni eshitdim. Shahzodning to'yidan keyin dedingiz. Nima bo'ladi? Mening to'yimdan keyin. Noto'g'ri eshitibsan. Shahzodni ham to'yini o'tkazib olsak dedim. Axir o'zing bir oy deding-ku. Bir oydan keyin-ku, to'g'rimi? So'z berganding. Onaning ko'zlarida yosh yiltilladi. Siz meni aldayapsiz. Gapni chalg'itmang. Shohida opa, ayting, oyimga nima bo'ldi? Shohida Azizaga qaradi. Azizaxon bosh qimirlatdi. Nima axir? Hech narsa dedim-ku. Onang kasal. Orqa tarafdan kelgan Shuhrat akaning ovozi hammani o'sha tomonga qarashga majbur qildi. Azizaxon ko'zlari bilan Shuhrat akaga aytmang degandek nola qilardi. Kasalligini bildim, lekin qanday kasal? Kechir Aziza, u bilishi kerak. Shahzod bir onasiga, bir otasiga qaradi. Mavhumlikdan yorilib ketay dedi. Nimani bilishim kerak? Aytinglar axir. Suyak saratoni.
Suyagida o'simta paydo bo'lgan. Zudlik bilan operatsiya qilmasa, onangdan ayrilib qolishimiz mumkin. Shahzodning boshiga birov kurzi bilan urgandek bo'ldi. Azizaxon esa yostiqni og'ziga to'sgancha izillab yig'lab yubordi. Shahzod beixtiyor yerga o'tirib qoldi. Ikki qo'li bilan boshini changalladi. Qancha bo'ldi? Ona indamadi. O'rniga ota javob berdi. 6 oyga yaqinlashdi. Shahzodning ko'zlari kattalashdi. Nega? Nega menga shu paytgacha aytmadingiz? Hoyi, axir tezroq tuzalishingiz kerak. Yigit o'zini tuta olmadi. Yig'lab yubordi. Yugurib onasini quchoqlab oldi. Hoyi, oyijon, bugunoq kasalxonaga boramiz. Operatsiyani boshlaymiz. Dada, kerak bo'lsa, xorijdan doktor chaqiramiz. Onang seni to'yingdan keyin operatsiyaga rozi bo'lishni aytyapti. Nega axir? Nima uchun, oyi? Azizaxon bag'rida o'ziga tikilgan bolasining sochlarini asta taradi. Jilmayishga urindi, lekin epilolmadi. Bo'g'ziga yong'oqdek nimadir qadaldi. Operatsiyadan chiqmasamchi, o'lib qolsamchi, unda to'yingni, ayolingni ko'ra olmay ketamanmi? Axir seni Allohdan tilab olganman, bolam. Azizaxonning yuziga yosh tuvillab to'kildi. Shahzod onasining javobidan shokka tushgandi. Shuning uchun tezroq uylan deganmidingiz, oyi? Ichida o'ylay boshladi. Roziman. Siz aytgan qizga uylanaman. Faqat to'yning ertasigayoq operatsiyaga yotasiz. Kelishdikmi? Shoshib gapirdi o'g'il. Azizaxon eri tomonga nazar tashladi. Shuhrat aka bosh qimirlatib qo'ydi. Men tanlagan qizga uylanasanmi? Ishonqiramay savol berdi Azizaxon o'g'liga. Shahzod bosh silkidi. Unda Aslzodaga uylan. Shahzod yalt etib onasiga qaradi. Mahzun jilmaydi. Xo'p, siz nima desangiz shu. Zoda bo'lsa, zodaga. Shahzod o'z xonasiga kirganida bo'shab qolgan qopdek shalviragandi. Hamisha qaddini baland tutgan volidasi cho'kib qolganini bugun his qildi. Mehriboni to'kilib borayotganini u sezmabdi. Onasiz hayot unga ta'tirmidi? Siqilib ketdi. Do'sti Jahongirga sim qoqdi. Uchrashishga kelishib, yuvinish xonasiga kirib ketdi. Mabrura va Charos oynasiga Toshkent deb yozilgan karton yopishtirilgan Damas'ga joylashdi. Mabrura poytaxtga bir marta borgandi xolos. U ham maktab paytida. Hozir jiyani bilan ketarkan, negadir yuragida tushunarsiz hadik bor edi. Deyarli uydan uzoqqa ketmagan ayol uchun o'z qishlog'idan shaharga borish quvonch o'rniga qo'rquv ulashayotgandi. Charos esa atrofga hadiksirab qarayotgan ammasiga achinish bilan nazar solardi. Onasi uni doim telba ammang deb gapirardi. Lekin qiz uning telba emasligini bilardi. Shunchaki hamma sir asrorini ichiga ko'mgan ayol edi Mabrura. Charos uni shunday tasavvur qilardi. Birinchi marta chiqindixonada ko'rganida g'ashi kelgan. Sinfdoshlari qo'li bilan ko'rsatib, "Charos, ammangni qara" deyishganida yig'lab yuborayotgandi. Hatto dadasiga kelib, "Singlingizga yordam bering" deb gapirgandi. Bir muddat Mabrurani ham yomon ko'rib yurdi. Lekin keyin tushundi. Rahmi keldi. U ham bir chorasiz, ojiza bo'lsa, qo'lidan boshqa ish kelmasa, nima ham qilsin? Kecha Shahzod ayolni psixologga olib borishni aytgandi. Charos rozi bo'lgandi. Ammasiga o'qishimga borib kelishim kerak, yuring menga sherik bo'ling dedi. Agar ammasi yana o'sha yigitni ko'rsa, jazavasi tutmasmikin? Aldagani uchun xafa bo'lmasmikin? Shuning uchun Charos kichik bir hiyla o'yladi. Avval Mabrurani chiroyli joylarga olib boradi. Restoranga olib kiradi. Do'konlarni aylantiradi. Keyin esa psixolog qabuliga kiritish oson bo'ladi. Charos miyasida pishitib olgan rejasi bo'yicha harakat qilardi. Ayni chog'da yo'lda ketayotgan Mabruraning ko'zlarida o'zgacha yog'du taralardi. Mashina oynasidan o'tayotgan tasvirlarga to'ymasdi. Ortiga boqib qo'yardi yana. Charos atayin ammasini old o'rindiqqa o'tkazgandi. Sochlari shamolda hilpiragan ayol atrofga boqib quvonardi.
olamning naqadar go'zalligidan zavq olardi. Shu paytda esa Shahzodning uyida muhokama avjiga chiqqandi. Azizaxon kelin olishni eshitib, dardi biroz ortga chekinganini his qildi. O'g'lining roziligini oliboq Nasibaxonga qo'ng'iroq qilgandi. Sovchilikka borishini ma'lum qildi. Ikki tomon ham bir-birini tanishardi. Hech bir e'tiroz bildirilmadi. Shahzod esa aslzodaga uylanib, to'g'ri qilyaptimi, yo'qmi, hamon o'zi bilmasdi. Kecha Jahongir bilan o'sha sevimli kafelarga bordi. Shomga qadar gaplashib o'tirdi. Onasining xastaligi haqida to'lib-toshib gapirdi. O'rtoq, onamning ahvoli jiddiy. Faraz qilyapsanmi? Saraton. Saraton bo'lgandaki, hech kimda uchramaydigani. Suyak saratoni. Yig'lagudek gapirdi yigit. Jahongir shifokorlikka o'qiyotgani uchun Azizaxonning kasalligi haqida bilardi. Do'stini jim tingladi. Onam atayin to'ydan keyin operatsiya qildiraman deb cho'zib kelayotgan ekanlar. Operatsiyadan chiqolmaslikdan qo'rqib, to'y kunini kutib yashabdilar. Men onamning dardini anglamadim, sezmadim. O'zimcha, uylanishga hali bor-ku deb yurgandim. Ikki qo'lini boshiga tiradi yigit. Chuqur xo'rsindi. Onam siz nima qilaman, Jahon? Axir onam o'lib qolsa, u yog'ini gapira olmadi. Jahongir uning yelkasiga qo'l tashladi. Yomon narsalarni o'ylama, o'rtoq. Hali oying tuzalib ketadilar. Mana ko'rasan, to'yingni ham, bolalaringni ham ko'radilar. Siqilma. Shahzod gapira olmadi. Bir zum sukut saqladi. Tomog'iga tiqilib kelgan yig'ini arang ichga yutdi. Men uylanishga rozi bo'ldim. Jahongir unga yalt etib qaradi. Kimga? Zodaga. Aslzodagami? Hayratlanib so'radi Jahongir. Shahzodi bosh irg'adi. Zo'r-ku, tabriklayman. Rosti, bir-biringizga juda munosibsiz. Kulma. Kulmayapman. O'zi Zoda seni yaxshi ko'rardi. Bu yog'i yana tezlasharkanda. Zoda meni? Jahon, men unga xuddi singlimga qaragandek munosabat qilganman. U ham akasidek deb o'ylardim. Yo'q, buni sendan boshqa hamma biladi. Aziza xolam ham. Shuning uchun Zodaga uylanasan deb tilardi. O'ylanib qoldi yigit. Xo'sh, nimani o'ylab qolding? Aslzoda hamma tomonlama senga munosib, o'qimishli, badavlat oila qizi. O'zi ham samimiy, tilidagi dilida. Shahzod Jahongirga bir qarab qo'yib, boshqa gapirmadi. Yo, ko'nglingda birortasi bormi? Yo'q. Shu paytgacha qalbimga yoqadiganini izladim, ammo topilmadi. Bu yog'iga sevging to'ydan keyin bo'ladi, o'rtoq, deb kuldi Jahongir. Shahzod onasining yuzidagi baxtiyorlik ifodasini ko'rib, rozi bo'lib adashmaganini his qildi. Mayli, nima bo'lsa peshonamdan. Muhimi, oyim xursand bo'lsinlar. Shu topda yigitning telefoni jarang sochdi. Notanish raqam. Qulog'iga tutdi. Assalomu alaykum, biz kelib qoldik. Narigi tomondan qiz bolaning ovozi eshitildi. Kim bu? Men Charosman. Charos? Qaysi Charos? Voy, Mabrura ammam bilan kelgandim. Narigi tomon ovozda e'tiroz sezildi. Shunda esladi. Kecha onasining dardi bilan bo'lib unutibdi. Bugun Charos bilan Mabrura opani kutib olishlari kerak edi. Abdurahmonga ham aytish esdan chiqibdi. Hovlida onasining yonida yurgan Abdurahmonni imlab chorladi. Ichkariga kirib, ularni kutib olish kerakligini aytdi. Aziza opamni sovchilikka olib borishim kerak-ku, dedi yigit ham ikkilanib. Shahzod onasi tomonga bir qaradi-da, aka, oyimni o'zim olib borib kelaman. Siz ularni kutib oling. Aytgan joylariga boring. Keyin qo'ng'iroqlashib ko'rishamiz. Hovliga chiqib onasiga o'zi olib bormoqchiligini aytganida Azizaxon avvaliga hayron bo'ldi. So'ng asta bosh silkidi. Birozdan so'ng jigaridek qadrdoni Dilbarxon kirib keldi. Voy o'rtoqjon, rostayam xursand bo'ldim. Nasibaxonning qizi tilla emas, brilliant. Dilbarxon Azizaxon bilan quchoq ochib ko'risharkan, og'izdan bol tomib qizni maqtadi. Niyating xolis ekan. Shu qizni kelin qilishni istarding. Xudo yetkazyapti.
Allohga shukr. Nimasini aytasan? Deb shodligini ifodaladi dugona ham. Abdurahmon lokatsiya bo'ylab ko'rsatilgan joyga yetib bordi. Atrofga tikilib turgan qiz va ayolga ko'zi tushdi. Borib asta so'rashdi. Uzr, meni Shahzod yubordi, dedi past ovozda. Charos unga kulimsirab boqarkan, bosh silkib qo'ydi. Yaqinroq kelib, Shahzod demay turing, asablari buzilib ketadi, dedi samimiylik bilan. Qizning mehr bilan boqishi Abdurahmonga ta'sir qilmay qo'ymadi. Xo'p dedi-yu, ammo Charos mashinaga o'tirganda ham mashina ko'zgusidan u tomonga beixtiyor nazar tashladi. Qiz esa ammasiga shahar ko'chalarini ko'rsatib, har binoni erinmay tushuntirib ketardi. Ular shahar aylanishdi, restoranga kirib ovqatlanishdi, bog'ga borishdi. Xullas, jiyan ammasining qalbini shod etdi. Kun asrga yaqinlashganda Charosning telefoniga qo'ng'iroq bo'ldi. Biz tayyormiz, kelasizlarmi? Deb so'radi narigi tomondan Shahzod. Charos atrofga ko'zi to'ymay boqayotgan ammasiga nazar solarkan, "Ha, hozir boramiz", dedi. So'ng Mabrura o'tirgan o'rindiqqa o'tirdi. "Qalay, amma, shahar yoqdimi?" deb so'radi sokinlik bilan. Mabrura esa shodligi terisiga sig'may bosh chirg'adi. "Shahzodimni ham olib kelishim kerak ekan, Charos. Rahmat senga. Kelasi safar o'g'limni ham qo'shib olib kelaylik, xo'pmi?" Charos bosh silkidi. "Amma, agar siz istasangiz, bu yerga har hafta kelishingiz mumkin. O'g'lingizni ham olib kelasiz." "Rostdanmi? Sen bilanmi?" "Yo'q, o'ziz." "Yo'q, men o'zim kelolmayman. Qo'rqaman. Hozir sen yonimda bo'lganing uchun." "Amma, siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Shunaqa tomoshalarga, restoranlarga loyiqsiz. Faqat buni o'zingiz his qilishingiz kerak." Mabrura baribir tushunmadi. "Qanday?" "Psixologga boramiz, suhbatlashadi, hayotingizni o'zgartirishga yordam beradi. Siz chiqindixonalarda o'tirishga emas, shunday joylarga kelishga munosibsiz." Birdaniga Mabruraning fe'li aynidi. Charosga qattiq tikildi. "Sen ham ular bilan til biriktirdingmi? Sen ham ular tomondamisan? Seni yaxshi qiz degandim. Onangga o'xsharkansan." Shunday degancha orqa tarafga qarab yugurgilab ketdi. Charos bunday bo'lishini kutmagandi. Olomon orasiga kirib, yo'qolib qolgan ammasini ko'ylagidan bir tanib-tanimay izlay boshladi. Bog' tashqarisiga chiqqanida Abdurahmonga ko'zi tushdi. "Ammam chiqmadilarmi?" "Yo'q", ajablanib javob qildi yigit. "Men psixologga olib borishimni aytishim bilan noto'g'ri tushunib, qochib ketdilar. Yuring, iltimos, topishib yuboring." Ikki yosh yana bog' ichiga qaytib kirishdi. Bog' nozirlariga xabar berishdi. Kameralarni ochishdi. Bog'ning bir burchagiga borib, jim o'tirgandi ayol. Charosning yuragi tovoniga tushay dedi. Nozirlar va Abdurahmon ko'magida o'sha joyga borishdi. Ammasini quchoqlab oldi. Amma meni kechiring. Unday qilmang, iltimos. Xo'p, bormasangiz bormang, mayli. Men hech narsa demayman. Faqat kechiring." Charos yig'lab yubordi. Mabrura unga tikildi. Shu kunga qadar ayolni hech kim bu qadar mehr bilan quchmagandi. Charos ammasini yana qattiq quchoqladi. Mabruraning qalbida ajib hislar uyg'ondi. Jiyaniga tikilarkan, "Charos, meni shunchalar yaxshi ko'rasanmi?" deb so'radi. Charos bosh irg'adi. "Albatta yaxshi ko'raman. Axir siz mening yolg'izgina ammamsiz-ku. Sizga yaxshi bo'lishni istagandim. Chiroyli yashashingizni xohlab, rozi bo'lgandim. U odamlar ham sizga yomonlik xohlashmaydi. Alloh sizni o'zgartirish uchun ularni yuborgan deb o'yladim. Mayli, siz istamasangiz hech qayerga bormaymiz. Hoziroq qishloqqa qaytamiz." Amma va jiyan asta o'rindiqdan turishdi. Mabrura Charosga qarab-qarab qo'yarkan, tinmay tabassum qilardi. Nahotki uni ham yaxshi ko'rishsa. Bir paytlar akasi unga shunaqa derdi. "Men seni yaxshi ko'raman, Mabush", derdi erkalab. Lekin keyin hech kim unga bu gapni aytmadi. Hozir esa jiyani Charos uchun ham kerakli inson ekanligini his qildi. 2 qadam bosishgach, ayol yurishdan to'xtadi. Charosga yuzlandi. "Men roziman. Yur, o'sha joyga boramiz." Charos quloqlariga ishonmadi.
o'ziga mehrla boqib turgan ko'zlarga tikildi. Rostdanmi? Mabrura bosh silkidi. Jalosning ko'zlarida yana umid porladi. Yana ammasini quchoqlab oldi. Mana bu boshqa gap. Sizga qoyil. Siz eng zo'r ammasiz. Degancha yuzidan ham cho'lpillatib o'pib oldi. Sal narida o'zlarini kutib turgan Abdurahmonga jilmayib boqarkan. Shahzod akaning yoniga ketdik, dedi. Abdurahmon ham qizga javoban tabassum bilan kifoyalandi.